Берекеш. Bugün Xatir günü, 2014 yılının Xatir günü. So'nggi vaqtlarda milliy harakatga bosim kuchayi sababli bek og'ir vaqtlar jetdi, ammo Tatar xalqi baribir berishmadi. Narsaga uyushtirilgan Xatir kuni jamoasining turida biroz yashib bitmoqchi bo'lam. Xatir kuni u bizning tarixni esga olib 1552 yılın oktyabrında tegishsiz kurashda Qozon xonligining boshqalasi Qozon shahri Yavuz Ivan askari bilan olindi. Butun erlar qirolda yukka chiqarildi, xotin-qizlar masxaralandi. Distalagan, yuzlagan yil davomida yig'ilgan Tatar xalqining boy milliy, madaniy, material boyliklari yukka chiqarildi. Qay vaqt nima qo'y berib tashlar aytadilar. Narsigasi bizga Xatir kuni esga tushirga. Endi bizning jingillik kuni deydilar. Ayya shulay, jingillik kuni. Ammo eng muhimi shuni anglarga kerak. 1552 yildan Qozonda olganda Tatar xalqining tarixi ikkiga bo'lindi. Birinchisi Qozonda olganchi ya'ni Tatarlar nechik tili, shulay davlat tuzdilar. Islom dinini tutdilar, nechik yashash shulay yashadilar. Ham Qozonda olgandan so'ng tariximiz. U tariximiz bizning g'urur. Ana bilan g'ururlanabilirga kerak. Bilasizmi? Mana o'zingiz bilib turasiz, yetib turasiz. Boshqa qay bir millatda iriklari o'zining beysizligi, ozodligini davlatdan bergan bo'lsa, Tatarlar bermadi. 30 minglik Tatar, Chuvash, Mariy askari 150 ming qarshi askarga sug'ishdi. Onun oldinda qo'rqmadi, bosh yemadi. Buning bilan g'ururlanishga kerak millatdoshlarim, ham shuni bizga esga tushirib Xatir kuni. Men qo'ymoqda Qozondagi vaqtlarni Ukraina halakmet olmuşlar. Yani çekilip Qozonni olgan bo'lsalar 1252 yıl oktyabrında. Bu ulutinda Kuchuk Rossiya armiyasi Beysiz devlet bo'lgan Ukrainani bosib olib, onu tormab bitirganligina. Mana bu paralel mening boshimga keldi. Bu naq shulay. Bizning ko'z oldimizda bugun bütün dünya ko'z oldida Qozonni bosib olishdan boshlangan bosib olib yo'li Ukrainaga borib ketildi. Agar Ukraina tegishli javob bermasa, bu bütün dunyoga zayillarga mumkin. Ularga hamon yer tekmey, Sibir Burchada odamday kelib turganda yig'gan. 1989 yilda boshlab jiverdik ana tilida yirik maydonida. Yo'q, yirik maydonda To'lqazon kriminda boshlab jiverdik. Ondan so'ng 90 yildan boshlab uzgan yilga qat'iy har yilda yirik maydonidan biz kelaydik. Suyinbek amalari yanında. Bizga ol ruxsatda bizdan olindi. Bilasizmi, ularga bu nada es. Ruslarda aytgan, musulmonlarni yo'qlagan, Ukrainalarni yo'qlagan uchun bizga hozir jinoyat ishlari ochiladi. Siz qarag'iz. Sizday musulmonlarni qiynab g'alib qoldirdilar. Meni hukm etdilar. Rustam Minnikhanovning premyerligi kishi to'xtatib o'tirdi albatta. Dilbat Minnikhanovning o'g'li kishi to'xtatib o'tirdi. Onu hatta hükümete tartmadılar, bir yolmuş tartmadı o'tirgan. Kışı o'tirgan için bir narsa yok. Çünkü o Minnikhanovning bilmeydiği, abisinin malayı. Bir narsa demeden kulağını o'tirgan musulmonlarning yürürlerini üzdüler qiynab. Meni birmada o'tirtirgan zinalar. Şuşunu qadillik, Tataristonda şuşunu qadillik. Şuşunun için bizning abi babalarımız şehit etdimi? Biz Qozonni şunun için yo'qladikmi? Şunun için ben şu maydanda 14 yıl boyu az oturdum. Rossiya berib kirmesin, Tatariston beysiz bo'lsin deb. Şunun için ben suddan sudga yürüyeyim, mescidden mescidga yürüyeyim, avuldan avulga yürüyeyim, Tatar yaşasın deb. Tataristonda şunday mədəniyyət olsun üçün yo'q. İnşallah Qozon olmasa, millet beysiz bo'lsa, biz Rossiyadan ayrılmasakmız. Tatariston beysiz bo'lsa, yaşasın beysiz Tatariston, yaşasın Tatar milleti.